Assalamu alaikum, urmatlı bizden YouTube kanalımızın жалпы katılımcıları salamatсыздарбы? Bugün 2020 yılın 29 noyabri. Biz Oştoğu tovuq bazarga geldik. Sizlerge tovuqtordun bağların qanday bolup atat, baası düştü, arzandады, oşol jönündө malumat bermekçiyiz. Bizden alыстыбай videonun ayağına çeyin görüp bizden kanalga katılıp turыңуздар. Biz çekiden başlayız. Video tarttabız aka. Video tarttabız. Muna tovuqtar kimdiki? Sizdiki mi? Qancha so'mdan aka bağlары? Bağlarini bir aytib ketpeysizbi? Baasını sen azın aytib qo'ying, muna munchadan. Bramalar 1000 so'mdan deydi. Muna bramalar 1000 so'mdanmi? Berke qaşak o'zingizdikilarcha, uyalmay aytavering. 600 so'mdan deydi. Buna yoqdagi sizdanmi? Buna Yapondor. katakda antikvarniy qilib jasab qo'yasiz-ku. Yapondor qanchadan deysiz? 500 so'mdan. Qaysi ona yapon bu? Yapondor. Buna içinde de var. Yapondor. Buna yerda bir yapon bor ekan, 500 so'm deydi. Bu yerda qancha bosh tovuq bor? Dakan tovuqlar var. Brahma var. Dakandar bor, Brahma bor. Dehqonchilik bile olsa tasbih siz. Dehqonchilik tovuqlar ekan buna. Nomerni ayta olasizmi, ayta olmaysizmi? Uyingizga borib çalışat telefon nomeringizni ayting. Ayting. 0999 01 0084 menen çalıp uşul tovuqtardын egasi menen baylanışıp süйлöшүп алсаңыздар болот. Мына сиздер көрүп турган клеткадагы сатылат экен. Клетканын баасы канча ака? Клетканын баасы 8000. Baası 8000 so'm. Mına tomoloğu menen qo'shog'i? Bo'ladi. Uşul sizler görüp turgan antikvarniy kletka. Mına ol nemesi menen qo'sha satılat eken. Baası 8000 so'm. Janagı biz aytып ötkөн nomerlerge çalıp baylanışıp süйлөшсөңүздөр болот. Sekin. Aka yapon bu? Baası kança so'm buna? 800 so'm. 800 so'm deydi uşul xorozda mına. 800 so'm. Kami bormi? Bor. Kami bor. Sizdiki qancha aka? Pulu qancha so'm pulu? Pulu 800 so'm deydi uşul xorozdordu. Ukam seniki qancha so'm? 800. Pulda 800 so'm ekan buna. Qaşaki xorozdor. Seniki qancha so'm uka? 900 so'm, mavi 700 so'm. Nası 900 so'm deydi, nası 800 so'm ekan. 700. Kami bormi buningmi? Kami bor. Kami bor ekan. Buna yerda induklar bor ekan. Induklar sizdanmi aka? Menmisiz? Boz qanchadan? 2200 da kam var. 2200 dan bor. Nomerni ayta olasizmi? Nomer, telefon nomeringizni ayta olasizmi? 776 men. 0776 menen 56 50 81. 56 50 81 ha. Mına, uşul akama çalıp baylanışıp sizde uyingizga borib olsa da bo'laveradi. Qayerdan bo'lasiz? Babandan bo'lam. Jo, ne dehqonchilar ukam, bu yerga olib keldi. Dehqonchilar ekan. O'sha yerga olib kelasiz. Bordi xorozmi? Ha, salom. Mal yerda aka ne degan sorti bular? Brahma tovuqlar ekan, boz qancha so'mdan? 800 so'mdan. 4 ekan, buna xorozmi? Xoroz 2000. Buna xorozi 2000 so'm, Brahma xorozi ekan buna. Nomer ayta olasizmi? Satılbay qalsa çalıp süйлөшүп alışat. Ayta albaysizmi? Mayli onda. Bunaqa kilet chaqirib ukam, chiqarib qo'ying. Ne, kilet chaqirib. Mına o'sha boyaqi siz aytgan nomerga chiqishatdi aka. Mına ördek kimden? Ördek tavsiz. Pul qanchadan? 500 so'm xoroz. Mına sizlar ko'rib turgan ördekning mastagi 500 so'mga xorozi 1000 so'mdan deydi mına. 2000 so'm. Baylana qayag'i. Mana seniki ukam? Bular sizdan. Kecha sizdanmi Yaponda? Mana yerda Yaponlar bor ekan, esi yo'q. Mana aq tovuqlar kimdan aka sizdanmi? Puli qanchadan? Hammasi qolgan. Qanchadan? Necha puli qanchadan tovuqlarda? 1,5 ming. Mana sizlar ko'rib turgan aq qurilar tovuqlar 1,5 ming so'mdan deydi. Aka qancha kilogramm et beradi bular? 6,5 kilo eti var bunun. 6,5 kilo eti bor deydi. Aka. Bak ko'rsatib qo'y. Qana. Bo'g'ib satasiz berasiz. Aka. Narx xorozlarda sizdanmi? Boshqa. Sizdanmi aka? Pul qanchadan? 1,5 ming so'mdan deydi shu xorozdorda bundan. Sekin.
Ko'raveraylik. Necha qo'rozlar sizdanmi? Qo'rozlar Firdavs. Mana qo'rozlar 700 so'mdan deydi. Mana qanday sort eja? Bu qancha so'm maslik? 500 dan. Ashak to'q 500 so'mdan deydi. Ko'raveraylik. Mana cho'cha kimdan ovoz sizdanmi? Bu qanchadan? 300 so'mdan aka. 300 so'mdan? 200. 200 so'mdan aka. Cho'cha. Ona qo'rozchi sizdanmi? Yo'q. Qo'roz 1000 so'm bo'ldi. Mana qo'roz 1000 so'm ekan bu. Aka sizdan bu bular? O'rdaklar pul qanchadan? Bollari o'xshaydi? 500 so'm. O'rdakning bollari 500 so'mdan deydi. Nima mana? Yapondor. Yapondor 300 so'mdan deydi. Mana sen ham bukan? Yo'q. Pul qanchadan? Oq to'xtor. Ular 500 dan. Oq to'xtorni 500 so'mdan deydi. Mana qo'rozchi? 700 so'm. Mana qora qo'rozchi? Pul dog'i 700 so'm. Eja induk sizniki-ku? Pul qancha so'm? 1600. Mana sizlar ko'rib turgan indukni 1600 so'm deydi. Mana qancha so'm? 1300 so'm. 1300 so'm deydi. Qo'roz qancha so'm ekan? Mal qo'rozni 500 so'm deydi. 500 so'm. Aka ne degan sorti bu? Bramada. Brahma degan qo'roz ekan, buni bosi 1000 so'm deydi. Kami bormi? 1000 so'mlik qo'roz. Hop, pul qancha so'mdan bularda? 700 ga bor. Mana sizlar ko'rib turgan maslaklarda pulim 700 so'mdan deydi. Nimaga? 700 so'mdan. Tuxum to'yi? Mana tuxum to'yapti. Mana endi yaqinlashib qoldi. Mana to'yapti. Ko'si tuxumga yaqinlashib qoldi deydi. Nimaga? Bola to'yapti. Mana o'ko tuvotadi-da? Mana o'ko tuvotadi ekan. Aka mastaklar qancha so'm? Nalarni? Yo'q. 400. Shu mastaklarni 400 so'mdan deyapti. Nimaga? Chumurtqaga kiralaga? Yemi kiradi deydi chumurtqaga. Shu sizlar ko'rib turgan o'rdaklarni qo'rozlarini 1200 dan dedingizmi? 1200 so'mdan deydi. Mastaklarni 800 so'mdan. 800 so'mdan mastaklarni. Mana induk kimdan aka sizdanmi? Bosi qancha so'm? Bu 2000. Bo'l o'sha 2000 deydi shu indukni. Mana. O'rtacha cho'chalar unaqa. Ha, cho'chalar qanday sort aka? Yo'q, aka, bular Qanday sort? quruvda yuradi. Birildi. Broiler cho'chalar ekan. Puli qanchadan? 270 dan. 270 so'mdan broiler cho'cha. Ne deysiz? Damashni cho'chalarda puli qanchadan bular? Senasi berdi. Birda yo'q, 270 so'mdan Pulini aytib qo'ying aka. Pulun. Neni? Qo'rozning puli. 350. 350 so'mdan ushla ikki qo'roz. Aka sizdanmi? Qanchadan buni oq? 3 ta tovuq. Ular 1200 dan deyapsiz, kami bor. 1200 so'mdan deyaptir, kemi bor deydi. Brahmada ham ola? Ha, Brahma, svet. Brahma, ona indukchi. O'yindikni oldim. Qancha so'mga oldingiz? 2 tovuq almashtirdim. 2 tovuqqa almashtirib oldim deydi. Sizdan aka oq tovuq. Menda. Puli qancha so'mdan? 1200 so'mdan. 1200 so'mdan broiler qancha kilogramm et qiladi? 3,5 chiqib qoladi, живой вес. 3,5 kilogramm chiqadi живой вес. So'yg'onda qancha? Endi 600-700 gram chiqib ketadi, tafotda. Atotda 600-700 gram chiqadi, deng. O'shunda 2 kilogramm 800, 2 kilogramm 900, почти 3 kilogrammda yetib qolganda. O'shanda. Yunduklar sizniki? Ha, birosi. Qancha so'm bunisi? 1700 kemi bor. 1700 so'm kemi bor deyapti. Narxlar kimdan ekan? Mo, esimni aqtiradi. Aka, mana yunduklar sizdanmi? Puli qanchadan?
1200 сомдон индуктун короздорунан. Номерди айта аласызбы, айта албайсызбы ака? Номерди айта албайм дейсиңер. Mına erkeğe yok şeyler. Uka mına induk ördök kimiki seniki? Yok. Kimdiki? O yakta koygasın. Mına bödönülөр kimdiki eken? Çocuğun bedene. Bedene.